Operatsiyasiga 8 oycha bo'libdi. Ko'pchilik ota-onalar quloq pardasini teshib shunt qo'yishimizdan qo'rqishadi. Mana quloqlari soppa sog'lom, bitib ketgan o'rinlari zo'r turibdi. Shuntlari mana. Bu olganda hech qanaqa og'riq bermaydi. O'zi tabiiy ravishda surilib chiqib ketadi. O'shaning uchun quloqda farzandinglarda suyuqlik bo'ldimi, uni oldirib tashlash kerak bo'ladi. Chunki kelajakda eshitish pasayishiga olib keladi bu narsa. Bolam qo'rqmayapsanmi? Og'rimadimi? Malades. Rahmat. Buni o'ziga beramiz mana. Nima deyish kerak? Malades, sog' bo'ling. Sog' bo'lsin. Salomat bo'ling, xola. Mana birinchi qo'rqqan, lekin nalarimni qulog'i umuman eshitmay qolgan vaqtlar bo'lgan. O'shanda olib kelganman. Mana shunchalik vazn eshitib, hamma narsaga quloq solib, hamma narsa ishlayotgan tovushni eshitadigan bo'lgan. Allohimga shukr, shunaqa shularga shukr. Topganlar hamisha yaxshilik, bularga ishonish kerak ekan. Doktorlarga ishonish kerak. Allohu akbar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi hamma narsa mumkin, bemalol.